اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muallim Sani kitabı boyunca Arap harflerin öğrenu dersini devam etimiz. İkinci dersimiz. Bugün biz Ra harfi bilen tanışırız. Hem kitaptağı indi misallarını da qıp getirbiz. Ötken derste indi biz onun bilen tanışa başlağını yaxşılay bit. Biz ötken derste harekelerini aldık. Fethe, kesra, damma deb. Yaki A, kesra I yaki I, hem damma U yaki U deb. Bugün biz şu kitapqa qarab, ayında indi Ra harfini yazanşılay bit. Ra, hem qarağız, o'qitganda eshqini şagirdlar bunday so'rov beradi. Bunisi nindi siziqsin buni. Bu siziq endi bu boshqa harfga yolg'ana turgan siziq bu. Masalan, R harfin boshqa harf bilan yolg'iymiz ekan, shu yolg'ana turgan. Bu R'ning o'ziniki tugul, yolg'iy turgan как bir shilbir shekilli bir siziq. Hem harakalar bilan o'qiganda nechik o'qiymiz deydik hali? Ra, ri, hem ru. Hem qarag'iz, hamanda misollar keladi. Ikki r bilan. Ikki rni qo'yganlarda shulay bey, bunda fatha qo'yganlar, ham bunda g'arab bosmasida shunday bir belgi qo'yganlar. Bu mana shu shunday belgi Arab qozon bosmasında bunday tugarak, ul bizning atala narsa deb sakin deb. Sakin. Sakin. Chunki bitini harf ustunda haraka bo'lardi, ul harfni aytirishim. Agar da ustunda sakin turar ekan, demak endi bu harf aytilmaydi. Как bu nuqta shekilli, sen stop kelding, tiralding, bu harfda bir ne harakada yo'q. Rar deb aytdingda, shu sakinda to'xtab da qoldi. Harf ustunda haraka bo'lar ekan, harakani aytasan, bo'lmay ekan, bunday sakin bo'lsa, sen to'xtading qolding. Masalan, bunda rar bu sakin. Sakin harf bosmasida mana shunday bo'lib keladi. Joy bit kichkinagina ushbushmoq deganani. Qozon bosmasida shunday tugarak bilan keladi. Bu sakin. Nuqta o'zina ko'ra endi. To'xtab qolasan. Rar. Rar. Hamanda ikkinchisi kela rir deb shulay. Fathasi o'zgara kasraga. Rir. 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 Ondan so'ng uchinchisi bizning damma kelanda. Shulay. Rur. 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 Hem qarag'iz, hozir alif bilan da keladi. Alif bilan da. Alifni bilamiz. R. İkinchisi keladi. Ir. Uchinchisi keladi. Ur. Hasral to'g'ri mumkin. Hazrat, bu nindi belgisin bu? Alif ustunda. Bunda alif ustunda, bunda tag'in alif ustunda. Arab bosmasida alifga harakalarni qo'yish uchun bizga yordamga keladi hamza. Bu hamza bizning qozon bosmasida yo'q. Ammo arab bosmasida alif ustunda haraka ning ostida shunday hamza bor. Ol bizni hamza deb yurtilar. Hamza. Hamza shu harakalarni qo'yishga yordam etadi. Kuch ustida turgan bir hamza. Hamzaning hali ayrim tajvid qoidalari o'tganda hali o'tashak biz. Shu an ko'ra bunda hali biz ortiq tiranga kirmaymiz, bilirga kerak. Agarda alif ustida hamza ekan, ol endi shu harakalarni qo'yishga yordam etadi. Shunga ko'ra ir, ur. Aydamlar ha kitoblarimizga qaraygalaydi. Kitoblardan da o'qiygali. Qarag'iz. Ro, ri, ru.
rar, rir, rur, ir, ur. Demek, rarni o'qidik eng boshda nechik etib rni aytamiz, anlari fathni aytamiz, anlari rni aytamiz. Rni aytamiz, anlari kasrasini aytamiz, anlari rni aytamiz. Rir. Rni aytamiz, anlari dammini aytamiz, anlari rni aytamiz. Rur. Hammanda da boshda aytilar shulay bit. Anlari r aytilar. R. Bunda sakin bo'lg'ach to'xtalib qolamiz rda. R. Bunda kasra anansin r. Ir sakin bir narsada aytilmay. Ir. Bunda yine damma anansin r harfi. Ur. Bu bo'ldi bizning arab tilida r harfi. R harfi iki haraka bilan qolin aytilar. Ro, ru. Bir haraka bilan endi yumshoq aytilar. Ri deb. Ona ko'ra r harfining demak o'zinchaligi bor. Ro qolin, ri yumshoq, ru qolin. Tag'in bir kitobdan o'qiymiz. Ro, ri, ru. Ror, rir, rur, ir, ur. Men shogirdlarga endi kengash aytam, shu harflarni, masalan, ro deb daftarga bir yo'l ko'chirib yozarman. Anlari ri ko'chirib yozarman. Uchinchi yo'l ru ko'chirib yozarman. Anlari o'qiy yozarga kerak. Ko'zni yumib ko'chirga to'g'ri, shunday ko'zni yumib ko'chirib bo'lmaydi. Amni ayta yozarga kerak. Shundan so'ng bir yo'l yozib chiqamiz. Ror. Ikkinchi yo'l yozib chiqamiz. Rir. Uchinchi yo'l yozib chiqamiz. Rur. Shundan so'ng yozamiz. R. Bir yo'l to'ldi. Ikkinchi yo'l yozamiz. Ir. Uchinchi yo'l yozamiz. Ur. Ham shu bir harfni nag'atirish uchun 15-20 topqir o'qib chiqamiz. Ro, ri, ru, ror, ri, rur, ir, ur. Yugurib o'qigancha hatlik shumarga kerak. 1-2 gina o'qib yetmaydi. Hali ol 15-20 da shu harf o'rganganda u kun sayin o'qilarga deydi. Shunsiz esda qolmay o'rganmayapmiz. Demak, sizga endi kengash taqdimlar bo'ldi. Butun narsa anlatdi. Qolgani endi hozir sizdan tura Alloh taoladan yordam so'ra, shulay bir tavfiq bersin edi, zirak zihin bersin edi deb shu harflarni o'qirga, yozarga, yodlarga, o'rganirga. Ham tag'in bir narsa kengash, mana bu video asbab bo'lsinmi, kitoblar bo'lsinmi, u üsteme yordamgina o'qituvchisiz bo'lmaydi. Chunki o'qituvchi bo'lmasa, bu harfni durust o'qiysizmi, durust aytasizmi bilib bo'lmaydi. Bu madrasaga borar oldindan qarab chiqasin shu harflarni, bora o'qituvchi anglata, sizni o'qitib qaraysiz, o'qib qaraysiz, tekshira qaytasiz, tag'in qaraysiz shu videoni, o'qiysiz shu kitoblarni, tag'in nig'itasiz. Shuning uchun o'qituvchi siz o'zlikdangina o'rganib bo'lmaydi. Baribir bir borib shu harflarni durust o'qiysinmasin deb tekshirtira kerak. Chunki Qur'on endi o'qituvchi bilan shulay bir Jibril farishta indirdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qib ko'rsatdi Jibril farishtaga. Shulay bir tuzatdi. Ondan so'ng Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qidi sahobalarga. U sahobalarni tingladi. Unda kerak bo'lsa tuzatdi. Shunga ko'ra arab tilini, arab harflarini, tajvidni, Qur'onni o'quvni o'qituvchisiz bir nechik o'rganib bo'lmaydi. Chunki sen bilmaysan, durust aytasizmi, durust o'qiysanmi, sen tuzatirga tegishlar. Shunga ko'ra sizning qarida masjid bor ekan, madrasa bor ekan, unda yuriga kerak, o'rganirga kerak. Bu boritik ustama yordamchigina. O'zlikdan o'rganib chiqsanda bir o'qituvchiga borib, men o'rganib chiqqanim, tekshirali deb, chunki mana bu harflarni qo'yam bilasan sen. Qolin aytasizmi, yumshoq aytasizmi? Mana sin harfini aytgancha 3 turli sin harfi bor. Ha harfidan 3 turli. Shunday ha, xo. Ya'ni
Укыганда бөтенесен дә х дип кенә укырга мөмкин. Укытучы төзәтә, юк, монда х, нечкәрәк әйтергә кирәк, монда х, тамакны кырып, калын итеп әйтергә кирәк дип. Шуңа күрә, җәмәгать, менә бүгенге көндә интернет та җитә миңа дип, шулай бит үзлектән өйрәнү ул безгә бәрәкәт бирмәячәк. Обязательно русча әйтсәк инде мәҗбүри безнең укытучы, муаллим, остаз булырга тиеш. Шуның белән генә без өйрәнә алачакбыз. Ул безнең пәйгамбәребез, ул безнең сахабалар, ул безнең табигиннар, ул безнең галимнәребезнең юлы. Укытучы кирәк. Аллаһ Тәгалә тәүфыйк һидаят бирсен безгә дә шушы Коръәнне дөрес итеп укырга, өйрәнеп чыгарга. Субханакалла бихамдик, ва шаллаллаһу ва астагфирука ва атубу илейк.